Vitamin D3 eng kerakli vitaminlardan bittasi hisoblanadi, chunki bu immunitetni yaxshi ko'taradi, suyaklarni baquvvat qiladi, bo'g'imlarni baquvvat qiladi, testosteronni juda yaxshi ko'taradi va bepushtlikni oldini oladi, asab sistemasiga yaxshi ta'sir qiladi, asabingiz orom bo'ladi va yurak sistemasiga, yurakka yaxshi foydasi bor, yurakning ishlashini yaxshilaydi va infarkt miokardni oldini oladi va uyqu sistemasiga ham yaxshi ta'sir qiladi. Bu narsalar ko'pincha sutda bo'ladi, go'shtda bo'ladi, jigarda bo'lishi mumkin, baliqda, tuxumlarda bo'ladi, sir. Keyin buni qanday ichish kerak? Dozasi har xil bor. Kattalarga 18 dan to 40-50 yoshgacha minglik bor, 1,5 ming, 2 minglik bor. Shu minglikdan boshlasalaring bo'ladi. Har kun ertalab ichish kerak. Bir kapsuladan soat 10 gacha ichsa bo'ladi. Undan keyin o'zi ta'sir qilmaydi. Ko'pincha vitamin D3 ni minerallar bilan yoki boshqa vitaminlar bilan qo'shib ichsa, organizmga yaxshi foydasi bor. Vitamin D3 например, sink bilan qo'shib ichsa, bu testosteronni ham yaxshi ko'taradi va soch chiqishlarini yaxshi ta'minlab beradi va soch tushishlarini oldini oladi. Vitamin D3 kalsiy bilan ichsangiz, misol suyaklarni baquvvat qiladi, bo'g'imlarni, suyaklarni baquvvat qiladi. Vitamin D3 bilan K2 bilan ichsangiz, bu qonni qo'yilashib ketgan qonlarni suyuqlashtiradi va vitamin D3, vitamin C bilan ichsangiz, bu immunitetni ko'taradi, sasutlarni mustahkam qiladi va immunitetni ko'taradi. Sog' bo'ling.